Muhterem severler, hayırlı dostlar, kıymetli yurttaşlar. Bugün bizim ilimizde vatanımızın Giroylar Günü. Bizler bilen Kızılırma rayonunda tuğan, Kızılırma rayonunda çıkan, Kızılırma rayonunda hizmet etkenlerden bizim Yurt Sovetler Soyuzu Giroyu, iki kavalyar Ordeni Savın, 4 sosyalist hizmet giroyları var. Onlar barasında öz hizmetleri bilen, oturçukları bilen, Büyük Vatan Savaşı'nda koygan oturçukları bilen, әлеге isimge iya bulgan, Giroy isimine iya bulgan kişiler, şunun manasında Giroy isimine koyaklı bulgan kişiler, bizning ilimizning tarixini ko'rgan kişiler, bizning ilimizning to'xtatqiligi uchun o'lishini kutgan kişiler, әлеге Giroylar o'tmaganda, umuman ilimizning Giroylar o'tmaganda bizning kelajak bunu tarbiyalaw bizning bo'lish, şunun manasında kishi itib tarbiyalaw bizning kelajak bo'lganini jamiyatga foyda keltirib, o'z xalqina foyda keltirib, elimizga foyda keltirib, turmushda ham buni tarbiyalaw bizning bo'lishimiz. Bizning elimizda endi ko'p millatda, har millatning o'zining giroylari bor. Shu giroylar bizning har millatni birlashtiradi, elimizni nag'da, kelajakda da endi elimizda giroylar bo'lib tursin, o'zimiz rayonda loyiqli giroylar bo'lib tursin. Biz endi har birimiz o'z ko'nglimizda giroy bo'lib, her vakitte özümüzün ailemizni, yurtimizni, xalqimizni hazır bo'larga kişiler bor. Sizga baribir shu so'nggi kunlarda shu bizning giroylarni hurmat etib kelgan uchun baribir rahmat. Kelajakda da shulay bizning giroylarimizni hurmat etib yashaymiz. Hozir endi mobil hurmat yuzini